A deysizmi yoki 3 ta A deysizmi yoki 3 ta P deysizmi? Hamma operativniy nomerlar shunaqa mashinalarda turadi. Bilasizmi? Siz bu mashinani bosib olsangiz, siz nomer tanlab o'tirmaysiz. Nomerni o'zi keladi shu mashinaga. Prezident kortejini yoshgina a'zosi Genesis G80 yaqinda chiqqaniga qaramasdan prezident tushi ko'nglidan joy egallab oldi shu mashina. Chunki mana kengligini qarang. Mana yoqqa o'zingizni suvlaringizni ham qo'yib ketsangiz bo'ladi. Polni panorama tom. Eng qizig'i mashinamiz bes probi 2026-yil. Lekin gapi o'zi operativniy bo'lib yuraman deb o'ylaysiz. Orqada ishxonangizga kelasiz, libodan hurmat qilasiz. Vau, orqasini qarang. Bagaj ochilish knopkasi bu yoqda emas ekanda qarang. Aynan 360 kamerani ustida qarang. Sekin o'zi ochiladi, o'zini zavodskoy poliklari ham bor. Endi buni oldi salonda bitta ko'ravering, multirullari bor. Monitorchasini qarang, uzunligini. Vau, hamma joy xrustalli 360 kamera, drive modlari ham bor. O'zingizga moslab olib ketsangiz bo'laveradi. Bu jiddiy apparatimizga qiziqqan bo'lsangiz, egnani raqam pastda qoldiraman, aloqaga chiqaverasiz.